Nima kerak bu? Borish yoqqasizmi? Video mana video oldim, boshqa video olma. Noqonuniy holatlar bo'lgan, lekin kechagisi juda oshib tushdi. Nima ahvol bu kelib talabalarni qo'rqizib bunaqa? Nima ahvol bu? 3:30da 40 ga yaqin ichki ishlar xodimlari kelishgan. Kelib qo'rqizib, nechta talaba yurak qisib qolyapti? Sizlarga kim bunga ruxsat berdi? Uyat bo'lsa, ne day bog' agar shu videolar chiqsa, men sen bilan shug'ullanaman. Shunday holatda kelasiz. Profilaktika inspektorlar shu holatda kelish kerak. Arab tili faqat din tili emas, u ham ilm tili. Maktab, litsey, kollej va oliygohlar bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilni mukammal bilishlari shart. Lekin shu islohotlarga yoshlarni ta'lim olishiga qarshi chiqayotganlar ham oramizda yo'q deya olmayapmiz. Hozirgi kunda yurtimizda chet tilini o'rganish keng tarqalmoqda. Ingliz, rus, arab tili. 2018-yil biz oilamiz bilan o'sha Buxoro viloyat, Buxoro shahridagi Qur'on musobaqasimizga borganimizda, Qur'on musobaqalari ochilish asnosida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miramonovichning, ya'niki biz agar Qur'onni to'g'ri o'qisak, to'g'ri tushunsak va to'g'ri tushuntirib bilsak, bu bizning yutug'imiz degan gaplardan shijoatlanib, keyin 2019-2021-yillarda ozgina harakat qilib arab tilidan Toshkent davlat test markazidan, ya'niki DTMdan ruxsat olganmiz. Ya'niki arab tilidan dars berish faqatgina arab tilidan, ya'niki boshqa tillarga o'xshagan va ungacha bo'lgan jarayonda men o'zim rus tilidan, tarix fanidan kurslar o'tib kelganman. Ya'niki pedagoglik darajam, pedagoglik anavim bor. Shu bilan keyin 2021-yil prezidentimiz qarori bilan o'z-o'zini band qilishlik va maktablarda yoki bir ijara shartnomasi bilan bir joylarda ma'lum bir hududlarda, ma'lum bir maktab binolarida arab tilidan dars o'tish hujjatlarini olganimdan keyin 2021-yil o'z faoliyatimni boshlaganman. Va o'sha 2021-yil juda yaxshi yodimda, talabalarda ham, bizda ham juda kuchli quvonch. Endi bu quvonchga sababchi inson kim? Prezidentimiz va shu prezidentimizga bo'lgan muhabbat, bu o'zimizning yurtimizga bo'lgan muhabbat. Chunki agar bolalar kelsa-yu shu o'zining qishlog'ida, o'zining yurtida arab tilini o'rgansa, shunday imkoniyat bersa, bular kimga nisbatan muhabbat uyg'onadi? Albatta vatanga bo'lgan muhabbat shu yerdan boshlanadi. Bunga esa yurtimizda bo'layotgan ta'lim sohasidagi islohotlar deb ayta olamiz. Nima uchun arab tilini o'rgatyapman? Nima uchun? Chunki bizning ota-bobolarimiz Sahib Qur'on Amir Temur, Ibn Sino, Zamaxshariy, Alisher Navoiy, qaysidir olimni qaramang, hammasi arab tili bilan yetuk darajaga yetishgan. Har qanday sohada, tibbiyot sohasi deysizmi, har qanday sohani qarasangiz, ular diniy xodim bo'lishmagan, o'z kasbining mutaxassisi bo'lgan va mana shu kasblarni, mana shu ilmlarni men kalitini arab tilida ko'rdim. O'sha uchun arab tilini tanladim. Vaholanki menda tarixdan, sportdan, rus tilidan, boshqa fanlardan ham dars beradigan darajada vakolatim bor, dars beradigan darajada ilmim bor. Lekin arab tilini tanlashligimga sababi nima? Biz vaqtida butun millatga, butun dunyoga ustoz bo'lgan millatmiz. Bugungi holatdachi necha million fuqaromiz chetda yuribdi, migratsiyada. Ularning ahvoli yaxshi deb o'ylaysizmi? Shu yurgan fuqarolarimizni mayli farzandlari butun dunyoga ustoz bo'lishi mumkinmi? Bo'lishi mumkin. Arab tili bu ilm kaliti, bu ilm bu. Bunga qanaqadir diniy fon berish kerak emas. Lekin shu islohotlarga yoshlarni ta'lim olishiga qarshi chiqayotganlar ham oramizda yo'q deya olmayapmiz. Gap shundaki, bizga kelgan murojaatda joriy yilning 23-aprel kuni Buxoro viloyatining Peshko'l tumani Choq qishlog'ida 1 yildan ziyod vaqt mobaynida arab tilidan dars berib kelgan Jo'rayev Sherzod Boymurodovich ichki ishlar xodimlari tomonidan ko'plab tazyiqlar bo'layotganligini bildirdi. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miramonovich, men oddiy fuqaro sifatida sizga bir katta umid va ishonch bilan murojaat qilmoqdaman. Kecha 2025-yil 24-aprel kuni Buxoro viloyati Peshku tumani Quchoq Mefeye, Quchoq qishlog'ida 1 yildan mobaynida mana shu yerda arab tilidan kurs berib kelmoqdamiz. Lekin bilmadim nimagadir kecha o'zi kecha emas, bundan oldin bir necha bor shunaqa taqiqlar, shunaqa bir noqonuniy holatlar bo'lgan, lekin kechagisi juda oshib tushdi. Kecha kelishyapti. Men soat darsim 4 da boshlansa 3:30 da talabalar kelgan va 3:30 da 40 ga yaqin ichki ishlar xodimlari kelishgan.
Jo'rayev o'zi uchun bo'layotgan holatni tasvirga olishga urinar ekan, mutasaddi xodimlar tomonidan holatni olmaslikka birdek tazyiqlar bo'layotganligi tasvirlarda ko'rinadi. Va men kelganimcha ulardan nimalardir qo'rqitib, nimalardir yozib yuborishga harakat qilishgan. Men 4larda keldim. Nimaga bunday qilyapsizlar? O'zi bu yerga kelishga ruxsatlaringiz bormi? Prokurorning qarorimi, sudyaning qarorimi, nima hujjat bilan keldilaringiz deb o'zimni himoya qilish maqsadida telefonimni yoqib, o'zimni sinimat qilishni, o'zimni videoga olishni boshlaganimda o'sha yerdagi inspektor xodim, Ruslan ismli inspektor xodim majburiy ravishda qo'limdan telefonni tortib olyapti-da, 2-Oybek ismli mahalla inspektori qo'limni qayirgan holatda sinfdan chiqarib yuboryapti. Qo'lingiz oling. Hamma talabam kurs o'rnidan chiqsin. Kim men talabam? Mutasaddi xodimlar nega qonun asosida ish qilgan bo'lsa, videoga olishga qarshilik qilishmoqda? Bor shuqqa. Va opam bor shuqqa. Opam bu yerda. Oqa opam ismi. Opangga nima ishing edi? Bosh videoga olmadi. Olgan. Videoga olmadi. Olgan yo'q. Qani? Nima kerak bo'ldi? Bor shuqqasi. Olgan yo'q. Mana videoga oldim, boshqa videoga olma. Chiqing. Ruslan aka. Shoqir bilan olikmi? Mutasaddi xodimlar kelganidan so'ng o'quvchilarning ichida ba'zilarining ahvoli yomonlashgan. Bunga esa o'qituvchi kelgandan so'ng xodimlarning unga qilgan muomalasidan qo'rquvga tushgan sababli bo'lganligi bildirilgan. Nima ahvol bu kelib talabalarni qo'rqizib bunaqa? Nima ahvol bor? Mendan qo'rqdimi? Siz yaxshisiz, opa. Shuncha kursxona turibdi. Shuncha bitta arab tilga necha marta o'qisiz? Nechinchi holat bu? Nechinchi marta bo'lyapti bu holat? Kelib qo'rqizib, nechta talaba yurak qisib qolyapti? Sizlarga kim bunga ruxsat berdi? Men xohlaymanki, meni farzandim va yosh bolalarda yashil kiyimga nisbatan bir muhabbat uyg'onishini, lekin ba'zi bir xodimlar bor, nimagadir yashil kiyim bilan bostirib kirgandan keyin oddiygina siz o'zingizni eng yaxshi ko'rgan o'rtog'ingiz ham birdan bostirib kelsa inson qo'rqadi-ku. Vaholanki bular 7-8 yil qilgan bola. Hali endi yurtga, prezidentga muhabbat uyg'onib kelayotgan yigitchalar, qizchalar shundoq bostirib keladi. Tinchlikmi yigitlar? Nima gap? Hujjat tekshirishimiz kerak. Murojaatda ko'rganingizdek, ular noqonuniy ish qilmagan, hammasi hujjat asosida yuritilib, arab tilidan dars berib kelgan. Har bir kurs yuritadigan o'qituvchida bilmadim nechta hujjat bor, menda 13 ta hujjat bor. O'z-o'zini band qilishlik, bevan darajada sertifikat, ijara shartnoma, YTT, kassovoy apparat, pechat, shtamp, shunaqangi hujjatlarga bular bir to'da hujjat bo'ldi. Men hammasini PDF qilib qo'yganman, tashab beraman. Keyin o'quv dasturlar, men hujjatlarni o'zi tashab berganman-ku, Buxoro viloyat terrorizm boshlig'igacha, tuman terrorizm boshlig'i, mahalla inspektor, uchastka, hammaga tashab berganman. Hujjatlaringizni ko'rsatasiz, mana hujjatlarim bo'ldi, rahmat. Hattoki bir ismlar yozyapman, Bobur aka degani kirib sinfimizga bolalarga rahmat aytib ketgan. Rahmat sizlarga, ya'niki obed ayni issiq paytlar bilan tem bo'la biz tuman, Peshku tuman juda issiq joy bo'lgandan keyin shu issiqda kelib ilm olib o'tiribsizlar, bolalar sizlarga rahmat deb ketgan ichki ishlar xodimi bor. Bu aka adashmasam o'sha davlat xavfsizlik xizmatida ishlar edi. Yurtboshimiz chet tilini o'rganish va yoshlarni bilimli qilish uchun yengilliklar va qulayliklar yaratish kerakligini ta'kidlagan edi. Maktab, litsey, kollej va oliygohlar bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilni mukammal bilishlari shart. Agar mana shunday katta marra olmas ekanmiz, natijaga erisha olmaymiz. Lekin yurtimizning boshqa bir joyida qo'shtirnoq ichidagi xodimlar tomonidan unga zid ishlar amalga oshirilmoqda. Arab tili faqat din tili emas, u ham ilm tili. Bizni hayron qoldirgan jihat, qonun himoyachilari bo'lgan shaxslar o'z vakolatini suiiste'mol qilib, qonunga zid bo'lgan so'zlar bilan tahdid qilmoqda. Men endi videoga olganimcha oldim va mana shu video olish jarayonimda Dilfuza ismli xavfsizlikdan bir ayol bor ekan. Menga qarab, uyat bo'lsam, ne day bog' agar shu videolar chiqsa, men sen bilan shug'ullanaman. Ki o'zingdan ko'rasan deb shuncha odamning yonida, u yerda 20 ga yaqin guvohlar bor. Shular yonida
o'sha ayol dag'dag'a qilyapti. Bu holatlar xalqimizni qonunga, qonun himoyachilariga bo'lgan ishonchini pasayishiga olib kelmaydimi? Mana bunaqa holatlardan keyin odam baribir ta'sir qiladi, dars jarayoniga ta'sir qiladi, talabalarga ta'sir qiladi, muhabbatga ta'sir qiladi. Qanaqa muhabbatga? Yurtga, prezidentga bo'lgan muhabbatga albatta ta'sir qiladi. Ichki ishlar xodimlari tomonidan o'quv xonasiga borish bilan cheklanib qolmasdan profilaktika inspektori deb tanishtirgan shaxslar va mahalladan ekanligini ta'kidlagan ayol uning uyiga kirishga uringan. Mana uyga kirishlikka o'zingizni tanishtiring. O'zingizni tanishtiring. Qaysi mahalla? Ha? Kim sizga vakolat berdi mana uyga kirishga? Bu yerdan chaqirdim, eshitmadi, ichkariga kirib chaqirdim. Xo'p, chaqirdingiz, eshitmagansiz uyga kirishga kim sizga ruxsat berdi? Men bilan gaplashing, ayol kishi bizni olib keldi. Hop. Sizga vakolat bergan. Inspektori ayol o'zi chaqirdik, ichkaridan chiqqandan keyin chaqiruv qog'ozini berish uchun keldik. O'sha vakolat sizga beriladi bu uyga kirishlikka? Bu vakolatni tegishli joyga kir degandan keyin biz kirdik. Ichkariga Agar kir degan bo'lsa, beruxsa uyga kirishga mumkinmi? Ertalab ham shuni qilib ishdan boshlab, aka men uyda farzandlarim bor. Yaxshi. ruxsatsiz kirmadim. Madam siz turibdi aka, men ertalab murojaat qildim. Aka men uyga bostirib kelmaydi. Aka, hozir endi qog'oz olishga ertalab bo'lgan ikkita inspektor bilan keldingiz. Mana farzandlarim bu yosh bolalarim. Qanaqa odamsiz aka? Endi siz kelib xohlagan joyga bor degan paytda borish emas. Kecha holat. Hozir mana bunimi? Mana bu chiqing degan chiqmadi. Chaqirib qo'yib endi olib kelamizku. aqlli. Ertalab bormagansiz shuni. Ertalab sizga men chaqirib qog'oz berdingizmi? Bor dedingizmi? Aka, men sizga keling dedim. Siz kimsiz? Sizga kimga vakolat berib xohlagan fuqaro menga bo'lsam bor. Xohlagan emas. Kecha holat sodir bo'ldi, shu uchun borishsiz. Kecha qanday holat sodir bo'ldi? O'shani Siz anglashdim. qanday qonuningizda qanday kelishingiz kerak? Qanday murojaat qilishingiz kerak? Kecha sizning telefoningizdan gaplashdik. Kelaman Siz bilan gaplashgan? Men advokatim bilan bordim, uni ham zapisi bor menda. Men advokatim bilan borib kutib o'tirdim. O'sha xodimga aytdim, sizni videoga sinimat qilish mumkin emas dedilar. Men aytdim, bo'lmasa kutib o'tiraman, men uni 5 minut advokat bilan kelganman. Nima holat bu? Advokat bilan kelasizmi? Men shu kun ham sizga nima birda advokatim bilan boraman dedimmi? Mayli, shuni biza Hozir nima uchun bo'lsa yana uyimga bostirib kirasiz aka? Nima holat bu? Bostirib kirgan bo'lsa, tegishli joyga murojaat qiling, bu bizani harakatimizni o'rganib chiqadi. Nimaga buncha o'zingiz u yerga gapirasiz? O'rin Xohlagan murojaat qil, o'rgan. xohlagan demadim. Tegishli joyga dedim. Murojaat qilamiz. Bering chaqirib qog'ozni. Tasvirlarni ko'rar ekanmiz, o'zini profilaktika inspektori deb tanishtirgan shaxsning oldida faqatgina bitta guvohnomasi bor. Lekin qonunda esa quyidagicha belgilangan. Davlat rahbarining 2023-yil 20-yanvardagi 10-sonli qarorida Ichki ishlar organlari xodimlari kasbiy madaniyat va xizmat intizom kodeksida har bir xodim xizmat formasida bo'lishi va xizmat hujjatlarini olib yurishi zarurligi belgilangan. Nima sababdan bunday holda keldingiz deb savol bilan yuzlanganda esa quyidagicha javob berdi. Siz haqiqatan kimsiz o'zi? Siz kimsiz? Nima tanishtirdim. Siz shunday holatda kelasiz. Profilaktika inspektorlar shu holatda kelish kerak. O'qish davrida O'qish davrida siz nimaga buni olib kelasiz? xodim chaqirgandan keyin Xodim chaqirganda sizlarga mumkin-da demak. Aytdim, вообще kulmaysiz. Qonunni ham ustidan, hammasi ustidan. Sud qarorida aytilishicha, Sherzod Jo'rayev 2025-yil 23-aprel kuni Peshko'l tumani Quchoq qishlog'ida fuqarolarga diniy ta'limdan saboq berib kelayotganligi aniqlanib, hujjatlarni olib qo'yish bayonnomasini rasmiylashtirilayotgan vaqtida ichki ishlar xodimlariga qonuniy talablarga bo'ysunmasdan bayonnomani yo'q qilganligi ichki ishlar boshqarmasiga bir necha bor chaqirilganda sababsiz bormaganligi aniqlangan deya yozilgan. Lekin Jo'rayev buni inkor qilib, repetitorlik faoliyati bilan shug'ullanganligi, 18 nafar fuqaroga faqatgina arab tilidan dars berganligi, harflarni va so'zlarni o'rgatganligi, Qur'ondan suralarni o'rgatmaganligini, diniy ta'lim bermaganligini, ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ayollardan majburlab Qur'ondan suralarni o'rgatganligi bo'yicha tushuntirish xati yozib berishini talab qilganligi, agar yozib bermasa, turmush o'rtoqlarini javobgarlik qilishi bilan qo'rqitib tushuntirish xati yozdirib olganligini bildirib, qonuniy qaror qabul qilishini suddan so'ragan. Unga nisbatan sud yurish-turish qoidalarini buzganligi hamda tekshiruv davomida ichki ishlar organlari xodimlariga o'z vazifasi bilan bajarish bilan bog'liq qonuniy talablarni bajarmaganlik va yana boshqa turli xil vajlar bilan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 194-modda 1-qismi va 241-moddada ko'rsatilgan huquqbuzarliklar, ya'ni bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari 1.875.000 so'm jarima va 7 sutka qamoq jazosi tayinlangan. So'zimiz oxirida bir savol bilan yuzlanamiz. Ilmga, demokratiyaga qarshi bo'lish kimga va nimaga kerak?
Zero ilm olgan, yuksalgan inson hech qachon yomonlik qilmaydi. Siz bilan Demokrat.uz bo'ldi. Biz bu mavzuga yana qaytamiz. Ko'rishguncha.